Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, mana shu telefondan bormi sizlarda? Yo'q, hozir qolmagan bundan. Faqat sizlarda bo'lardi-yu. Tugab qoldi-da. Zarildi. Qachon keladi? Bilmadim, noma'lum. Mayli. Xo'p, sog' bo'ling. Ro'yxatda ikkinchida turgan qimmatchi telefonimizni yana sotuvga chiqaryapmiz. Ana omborda turgan modelimizni-chi ozgina yana ushlab tursak. Uzru, qaytanga shu modelni hozir ko'proq chiqarishimiz kerak sotuvga. Chunki so'rab keladigan mijozlarning 60-70% aynan shu modelni so'rab kelyapti. Shuning uchun ham bu modelni sotuvga chiqarmaslik kerak-da, Abdulhay. Odamlar buni izlasin, topa olmasin. Ana undan keyin bozorga chiqarib, xohlagan narximizda sotsak, odamlar olaveradi. Chunki bu rostdan ham juda zo'r model. O'zi Wi-Fi tarqatadi. Zaryadni ham uzoq qaytar ekanda, xo'jayin. Shuning uchun ham odamlarga ayni kerak paytda sotaylik deyapman-da. Ya, Abdulhay qarang. Bozor sal boshqacharoq ishlaydi-da. Mana bitta misol. Havo iflos bo'lib, chang bo'lib, hamma bo'g'ilib qolgan paytda-chi, ish ko'zini bilganlar havo tozalaydigan apparatni olib kelib, o'zi 1 so'm turadigan shu matohni 15-20 so'mdan sotdi kerak bo'lsa. Soqqani tayida qoldi. Bizning maqsadimiz faqat foyda ko'rish emas, odamlarning ehtiyojini qondirish. Sizni anavi kambag'allikni qisqartirish vazirligiga tavsiya qilsa bo'lar ekan-va. To'g'ri. Abdulhay. Siz o'rningiz bu joyda emas. Uzun xo'jayin. Endi hali bu xodimimiz yangi, ko'p narsani bilmaydi. O'zim tushuntirib qo'yaman. Siz chiqavering, men bularga o'zim yaxshilab tushuntirib qo'yaman. Hop, bo'ladi. Xo'sh. Maqsadimiz odamlarning ehtiyojini qondirish deng. Men aytmoqchi edimki, To'g'ri aytdingiz. Nima kelanasiz? Fikringizga qo'shilaman. Bilasizmi, oxir paytlarda marketing bo'limini rejalari menga hech yoqmayapti. Shu yoqqa o'tib, tajriba qilib, natija ko'rsatasizmi? Zafarchi? Menga haqiqatni gapirishdan qo'rqmaydigan, lekin odamlarning haqqidan qo'rqadigan xodim kerak. Bilasizmi, qanaqa xodimlarni qidiraman? Sadoqatli, ishonchli va mutaxassis. Sizda shularni ko'rgandayman. Agar eplay olaman, sadoqat bilan ishlayman desangiz, marhamat. Xo'p, harakat qilaman.